Umid aka, isib ketmayapsizmi? Havo vashshe isib ketdi-a. Da, vashshe chidab bo'lmayapti. Umid aka, terlab yonib ketyapman. Da, vashshe chidab bo'lmayapti. Men 16 sal sovuqda 22 qilib qo'yaylik. Endi sallan boqaman deb chidab yuribman-da, nima qilay? Umid aka, konditsionersiz qanaqa qilib chidayapsiz? Endi amallab yuribmiz-da, qiynalsak ham. Stop. Sizni mashinangizda ham, ishxonangizda ham konditsioner bor-a? Yo'q, konditsioner yo'q, ishlamaydi. Nima menga konditsioner yo'q? Bo'ldi, vaqtma qilma. Kakrasmabdi, diskon degan texnika do'konini ko'rdim, hozir kiraman. Aha. Kakras hozir etib qolishdi. Bu 18-apreldan 22-aprelgacha 0012 bo'lib o'tar ekan. Bu degani boshlang'ich to'lovsiz, qo'shimcha ustamalasiz 12 oyga bo'lib to'lash degani. Zo'r-ku. Eng qizig'i narxi o'zgarmas ekan. O'zini narxida olasan, 12 oyga bo'lib to'laverasan. Mana sen so'ragan Premier konditsioneri oyga 419 ming so'mdan. Premierda xolodilnigi ham bor ekan, oyiga 580 ming so'mdan. LG Kriush mashinasi 459 ming oyiga. Ha. Oling ulardan. Yo, men olaman demadim, prosta senga narx aytgan kirdim. 4 oy sabr qil, o'sha issiq tugaydi, mazza qilib sovda o'tiramiz. Gap ko'paytirmay olib keling. Bo'pti, yig'lama, mana qo'lim bilan o'tirib yelpig'ich yasadim, mana yelpay o'tirasan. Bo'ldi, hozir olib boraman. Дальше живем.